Banda qabriga qo'yilib, uni yaqinlari qaytib ketgandan keyin, hatto ularning poyabzal tovushlari eshitilmay qolgan vaqtda ikki farishta keladi. Uni o'tkazishadi, mayyitni o'tkazadilar. Va undan bu kishi haqida nima deysan deb payg'ambarimiz alayhisalomni ko'rsatadilar. Agarda u kishi men guvohlik beraman, u kishi Allohning rasulidir desa, shunda unga do'zaxdagi joyingga qaragin deylar ekan. Do'zaxdagi joyingni qaragin, Alloh senga jannatdagi joy bilan buni almashtirib berdi deyishar ekan maloikalar. Azob beruvchi maloikalar qabrga mayyit qo'yilgandan keyin oyoq tomonidan kelaman desa, masjidlariga bosib kelgan qadamlari, silay rahimni ulashlik uchun tashlangan qadamlar, ota-onasining roziligini topaman deb tashlangan qadamlar, yaxshilik uchun tashlangan qadamlar unga aytar ekan, yo'q, biz tomondan yo'l yo'q sizlarga. Azob farishtalariga yo'l berishmas ekan. O'ng tomondan, chap tomondan kelaman desa, qilgan sadaqalari, yaxshiliklari aytar ekan, yo'q, men bilan yaxshiliklar qilgan, men bilan odamlarga muruvvat ko'rsatgan, men bilan odamlarga saxovatini ayamagan. Bosh tomondan kelaman desa, o'qigan Qur'oni, yodlagan Qur'onlari, tasbihotlari ular aytar ekan, yo'q, biz bilan u ko'p ishlarni qilgan, zikrlar aytgan, tasbihlar aytgan deb azob maloikalariga yo'l bermaydi deydilar ulamolar. Munofiq odamni so'rovi esa qabrga qo'yilgandan keyin payg'ambarimiz alayhisalom ko'rsatilar ekanlar. Bu kishi haqida nima deysan deyilganda, bilmayman, odamlar nima desa shuni deganman-da derkan. Shunda bilmadingam, o'rganmadingam deydilarda, uni ikki qulog'ini o'rtasiga temir gurzi bilan uradilar. U shunday qichqiradiki, uni inson va jinlardan boshqa barcha eshitadi dedilar. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bu hadisni rivoyat qiladilar.